Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan COVID-19 o'tkazgan yurak-qon tomirlari kasalliklari mavjud bo'lgan bemorlar uchun bir nechta kompleks mashqlarni birgalikda bajaramiz. Dastlabki mashqimiz o'pka hajmining maqsadli ventilyatsiyasi, ya'ni nafas olish mashqini bajaramiz. Buning uchun bizga stul kerak bo'ladi. Stulga tekis o'tirib olamiz. Qo'llarimizni oyog'imizni ustiga qo'yamiz. Qaddimizni tik tutib, 4 soniya davomida burnimizdan nafas olamiz. Nafas chiqarayotganimizda esa lablarimizni trubuchka holatiga keltirib, ya'ni shamni o'chirish holatiga keltirib, 8 soniya davomida nafasimizni chiqaramiz. Qani, boshladik. Bu mashqni bajargandan keyin biroz dam olib, yana 3 marotaba takrorlaymiz. Birinchi mashqimiz tugadi. Ikkinchi mashqimiz diafragmal nafas olishni rivojlantiruvchi mashq hisoblanadi. Bu mashqimiz ham stulda o'tirgan holatda bajariladi. Stulda tekis o'tirib olamiz. Oyoqlar yelka kengligida. O'ng qo'limizni ko'krak qafasimizning ustiga qo'yamiz. Chap qo'limizni esa qornimizga qo'yamiz. Nafas olayotganimizda qornimizni ishiramiz. Nafas chiqarayotganimizda esa qornimizni ichkariga tortib, keskin nafas chiqaramiz. Mashqimizni boshlaymiz. Bu mashqimiz 3-4 marta takrorlanadi. Bu mashqimizni yotgan holda ham bajarish mumkin. Uchinchi mashqimiz strelka usuli bo'yicha nafas olish mashqi deyiladi. Bu mashqimiz tik turgan holatda bajariladi. Nafas olayotganimizda keskin, ya'ni ovozimizni chiqarib nafas olamiz va qo'llarimizni bir vaqtning o'zida harakatga keltiramiz. Masalan, qo'llarimizni mush holatga keltirib, keskin nafas chiqarib mashqni bajaramiz. Bu mashqimizni boshqa holatda ham bajarishingiz mumkin. Bunda qo'llarni ko'krak qafasimizga qarama-qarshi holatda qo'yib, o'zimizni quchoqlaganda mashqni bajaramiz. Mashqni bajarayotganimizda qo'llarimizni almashtirmaymiz. Qo'llarimiz bir xil holatda bo'ladi. Qani mashqimizni birgalikda bajaramiz. Bu mashqimiz 8 martadan 4 marotaba bajariladi. Agar bu mashqimiz sizlarga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, o'zingizni urintirmasdan biroz kamaytirib bajarsangiz ham bo'ladi. Keyingi mashqlarimiz motorika va tana muvozanati balansi uchun bajariladigan mashqlar. Bu mashqimiz tik holatda bajariladi. Oyoqlar yelka kengligida,
qo'llar yon tomonda, ya'ni pastda. Demak, mashqimizni boshlaymiz. 1 2 3 oyoq uchida turamiz. 1 2 3 og'irligimizni tovoniga tashlaymiz. 1 2 3 oyoq uchida turamiz. 1 2 3 tovonimizga og'irligimizni tashlaymiz. Bu mashqimiz qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, stulni ushlagan holda ham bajarish mumkin. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oyoq uchida turamiz. 1 2 3 og'irligimizni tovonimizga tashlaymiz. Bu mashqimiz ham tik turgan holatda, oyoqlar yelka kengligida, bir oyog'imizni yuqoriga biroz ko'taramiz, og'irligimizni boshqa oyog'imizga tashlaymiz. Keyin boshqa oyog'imizni ko'tarib, ikkinchi oyog'imizga og'irligimizni tashlaymiz. Oyoqni ko'tarayotganda baland ko'tarish kerak emas, biroz ko'taramiz, ya'ni poldan 10-15 sm yuqoriga ko'tarish kerak bo'ladi. Qani unda mashqimizni boshlaymiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ko'taramiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 davom etamiz. Oyoqlarimiz yelka kengligida, qo'llarimizni birlashtiramiz, bo'ynimizni esa harakatga keltiramiz. Endi esa yelkalarimizni qo'shamiz. Ana endi ko'krak qafasini qo'shamiz. Ana endi tana sohasini qo'shib, mashqni davom ettiramiz. Ana endi stulga o'tirgan holatda dinamik mashqlarni bajaramiz. Stulga tekis o'tirib olamiz. Oyoqlarimizni yelka kengligida ochib olamiz. O'ng qo'limizni chap yelkamizga qo'yamiz, chap qo'limizni esa pastdan o'ng yelkamizni ustiga qo'yamiz va o'zimizni qattiq quchoqlab olamiz. Qo'limiz bilan boshimizni maksimal darajada yuqoriga ko'taramiz va pastga egilamiz. Yana ko'taramiz. Pastga tanamizni tortamiz, umurtqa pog'onamizni shunda harakatga keltiramiz. Orqaga egilamiz. Pastga tushamiz. Mashqimizni 3-4 marotaba takrorlaymiz. Ana endi qo'llarimizni almashtiramiz. Chap qo'limizni o'ng yelkamizga, o'ng qo'limizni pastdan chap yelkamizga qo'yamiz. Mashqni shu tarzda davom ettiramiz. Yuqoriga ko'tarilamiz. Pastga egilamiz. Yuqoriga. Pastga. Qo'llarni yuqoriga ko'tarayotganda boshimizni ham harakatga keltiramiz.
Ana endi keyingi mashqqa o'tamiz. Yana qo'llarimizni almashtiramiz. O'ng qo'limiz chap yelkamizda, chap qo'limiz o'ng yelkamizda. Bunda hozir o'ng tomonga tanamizni buramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Maksimal darajada buramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Endi bu mashqimizni boshqa tarafga shu tarzda bajaramiz. Har bir tarafga 3-4 marotaba mashq takrorlanadi. Bu mashqimiz nafas olish bilan birgalikda bajarish tavsiya etiladi. Mashqimizni davom ettiramiz. Yana qo'llarimizni almashtiramiz. Chap qo'limiz o'ng yelkamizda, o'ng qo'limiz chap yelkamizda. Tanamizni pastdan aylana shaklida o'ng tomonga burib, qo'llarimizni yuqoriga ko'taramiz. Dastlabki holatga qaytib, tanamizni chap tomonga burib yuqoriga ko'taramiz. Bu mashqni bajarayotganda boshimiz ham harakatga kelishi kerak. Bir, ikki, uch, to'rt. Bu mashqimizni 4-5 marotaba takrorlaymiz. Davom etamiz. O'tirgan holatda mashqni bajarishdan oldin o'zimizni tekshirib olamiz. Oyoq tirsaklarimiz parallel ravishda gorizontal holatda bo'lishi kerak. Agar tayyor bo'lsak, mashqni boshlaymiz. Yelkamizni yuqoriga ko'taramiz va pastga tushiramiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu mashqimizni ham 4-5 marta takrorlaymiz. Bugungi mashqlarimiz shulardan iborat edi. Bu mashqlarimizni muntazam ravishda bajarib borsangiz, qon bosimini normallashtiradi, yurak va tomirlarda qon aylanishini yaxshilaydi va salomatligingizni ta'minlaydi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.